Yaponiyaning Xitoy tahdidiga qarshi janubidagi orollarda harbiy kuchini oshirayotganligi ma'lum. Anadolu agentligining xabariga asoslanganda, Yaponiya mudofaa ministri Takeshi Iwano Yaponiya bilan Xitoy orasida talash-tortishga sabab bo'layotgan Taqim orollar joylashgan Sharqiy Xitoy dengizi va G'arbiy Tinch okeanidagi ikki orolga bir quruqliq armiya qismi va paraxodga qarshi boshqariladigan bomba sistemasi batareyasi o'rnatganligini bildirdi. Amerika prezidenti Donald Trump Rossiya Venezueladan chiqishi kerak dedi. Trump Venezuela masalasida barliq tanlashlarning muzokara qilayotganligini bildirdi va tunji qatim bevosita Moskvaga qaratib Rossiya Venezueladan chiqishi kerak dedi. Rossiya Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Mariya Zaharova birining bir yerdan chiqishi kerakligini tavsiya qilishdan burun Amerika Suriyadan chekinib chiqishi kerak dedi. Qozog'iston mudofaa ministrligiga tava bir tikuchar aeroplan Qizil Orda rayonida tushib ketdi. Aeroplandagi 13 askar hayotidan ayrildi. Qozog'iston prezidenti To'qayev e'lon qilgan ta'ziya uchurida aeroplandagi xodimlarning hammasining naq maydonda hayotidan ayrilganligi uqtirildi. Nigeriyada hayvonlardan insonlarga yuqqan ajallik lassa bezgak kasalda o'lganlar soni 114 ga yetdi. Nigeriya kasalliklarni kontrol qilish markazi e'lon qilgan bayonotda bezgak sababli 1-oydan buyon 114 kishining hayotidan ayrilganligi bildirildi. Bayonotda davlat miqyosida yamirgan bu bezgak kasalda 21 o'lkada 1801 vaqaning aniqlanganligi bildirildi.